Salom, meni jajji matematikalarım, salomatmisiz? Sizlarni yana ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Demak, sizlar bilan uyga vazifalarni boshlaymiz. Men bilan birgalikda uyga vazifalarni bajarishga tayyormisiz? Barakalla, qani ketdik bo'lmasam. 2-sinf 33-bet, 7 hamda 8-misollar berilgan. 7-misol mana kitobingizda o'zingiz ko'rib turibsiz. Demak, shartini bajarishga harakat qilamiz. Misolni yechamiz hamda kamayib borish tartibida yozib chiqamiz. Xo'p, azizlarim, demak, men misolni ishlashni boshlayman. Sizlar esa yaxshilab tushunib olasiz. Men misollarni ustun shaklda yozib chiqqanman. Siz xohlasangiz to'g'ri ketma-ketlikda yozing hamda ustun shaklda ishlab, tenglikdan keyin yozishingiz mumkin. Men doskam yetmay qolmasin deb birato'la ustun shaklda yozib oldim. Demak, qani ketdik. Xo'p, azizlarim, 764 dan 238 ni ayryapman. 4 dan 8 ni ayirsak bo'lmaydi. Biz 6 dan bir qarz olib, buni 14 ga aylantirdik. 14 dan 8 ni ayiramiz. 14 dan 8 ni ayirsak 6. Xo'p, qanday qilib bir daniga 14 dan 8 ni ayirib 6 ni tezda miyamda topib olyapman. Qarang. 14 miyangizdan ajratasiz 10 va 4 dan iborat. 10 dan shundoq 8 ni ayirsangiz 2 ligi aniq. Mana shu 2 ga mana shu 4 ni qo'shib qo'yasiz. 6 bo'ladi. Xo'p, demak 6 ni yozamiz. Mana bu joyda 5 qoldi. 5 dan 3 ni ayirsak 2. 7 dan 2 ni ayirsak 5. Demak, javob 526 bo'ldi. A harfi yashiringan. Xo'p, 2 ga 8 ni qo'shsak 10, 0 ni yozaman baratilda. Xo'p, 9 ga mana shu dildagi 1 ni qo'shsam 10, 10 ga 3 ni qo'shsam 13, 3 ni yozaman baratilda. 1 ga 5 6, 6 ga 1 7, mana 730 bo'ldi. 267 ga 59 ni qo'shamiz. 7 ga 9 ni qo'shsak, xo'p, qarang. 7 ni 1 ni olamizda 9 ga qo'shsak 10 bo'ladi. Va bu yerda 6 qoldi. 16 deb darrov aytamizda 6 ni yozamiz bir dilda. Ya'ni tushundingizmi? 7 ga 9 ni tezda qo'shish uchun mana bu 7 ni 6 va 1 ga ajratasiz. Tasavvuringizda. 6 bilan 1 ni yig'in desa. Mana bu 1 ni 9 ga qo'shib olasiz, 10 bo'ldi. 10 ga mana bu 6 ni qo'shasiz. Tasavvuringizda tezda qo'shib olasiz. 16 bo'ldi bir dilda. Mana 6 ga 5 11ligi aniq. Chunki uni qanday ishlayapsiz? Ya'ni 6 dagi 6 raqamini 1 va 5 ga ajratib olgansiz. Qo'shamiz 5 deyapsiz. Mana bu 5 ga 5 ni qo'shsangiz 10, 10 ga 1 ni qo'shib 11 deyapsiz-da. Mana bu dildagi 1 bilan 12. Yana bir dilda. Dildagi 1 bilan mana bu 2 esa 3 ga aylanadi, 326 bo'ladi. Xo'p, 8 dan 6 ni ayirish oson, 2. Chunki qo'limizda sanagan biz nima uchun shunaqa bir xonali sonlarni tez ayiramiz, tez qo'shamiz? Sababi qo'limizdagi 10 ta barmog'imiz bilan ko'p ishlaganmiz. Birinchi sinfda yoki ota-onamiz nimadir bizga misol berganda 10 ta barmog'imiz borligi aniq. Senga 3 ta olma berdim, deylik, 2 tasini opangga berding, o'zingda nechta qoldi desa bitta deb barmoqlarda sanab o'rganganmiz. Barmog'imizdan katta sonlarni ayirishda, qo'shishda hozir sizni yoshingizga tabiiy ozgina qiynalasiz. Faqat bunga tasavvurni ishlatsak bo'lgani. Xo'p, endi mana bu joyda 15 bor, mana 8 dan 6 ni ayirsak 2. Endi mana bu 15 dan 9 ni ayirib olamiz. Mana shunda ham tezda 6 deb olishimiz sababi mana 15 dan 9 ni ayirishda buni ham 6 deganimiz sababi 10 va 5 ga ajratyapman. Mana bu 10 dan 9 ni ayirishim oson, 1 bo'ladi. Bu 1 ga mana bu 5 ni qo'shib qo'yasiz, 6. Tushunarli-a? Xo'p, endi 13 dan 7 ni ayirsak 6. Mana bu joyda 8 qoldi. 8 dan 3 ni ayirsak 5. 8 dan 3 ni ayirsak 5. Keyingisi 7 dan 8 ni ayira olmaymiz. Mana bir qarz olyapmiz. 17 dan 8 ni ayiramiz. 9 bo'ladi. Yaxshi. 9 bo'ladi. Mana bu joyda 5 qoldi. 5 dan 2 ni ayirsak 3. Mana bu joyda 4 bor. 4 dan 2 ni ayirsak 2. 239. Xo'p, aziz o'quvchilar, kataklarda ushbu sonlar berilgan va ushbu sonlarni javoblarida qaysi harflar yashiringan bo'lsa, ana shu harflarni qo'yib chiqamiz. Demak, 526 da A harfi yashiringan. A harfi. 326 da G harfi. 239 da R harfi. 730 da O harfi. 516 da N harfi. 730 da O harfi, 62 da esa M harfi. Mana agronom so'zi kelib chiqdi. Demak, aziz o'quvchilar, 7-misolni ham yechib oldik. Sizlarga skrinshot qilib tashlab beriladi va siz videoni pauzaga qo'yib bemalol ko'chirib olishingiz mumkin. Men esa 8-masalaga o'taman.
Xo'p, aziz o'quvchilar, 8-misol ekranlaringizda ko'rinib turganidek mana masala bilan ham tanishib chiqdik. Endi uni qisqa shartlarini yozamiz. Mana mevalar uchun 260 litr suv ketgan. Butazorni sug'orish uchun esa 270 litr suv ketgan. Tomorqaga esa 350 litr suv ishlatilgan. Jami bo'lib qancha suv ishlatilganligi haqida masala berilibdi. Xo'p, yechish deb yozib olamiz. Juda ham oson masala. Jami degani mana shu uchala mevalar, butazor hamda tomorqaga ketgan joyimizga ketgan suvni umumiy jamlamasini topib olishimiz kerak. Demak, yechish Xo'p, 260 qo'shamiz 270 qo'shamiz 350. Keling aziz o'quvchilar, biz bu sonlarni og'zaki qo'shib, ya'ni ustun shaklda emas, sonlarni belgilagan holatda qo'shib javobini topishga harakat qilamiz. 3 xonali sonlar, 3 xonali son chiqadi taxminan. 3 ta katak tashlab oxiriga nuqta qo'yib olamiz. Xo'p, birliklar xonasidagi raqamlarni birliklar xonasiga qo'shib yozib olamiz birliklar xonasiga. Demak, belgilab olamiz 0 0 0. Qo'shsak 0. To'g'rimi? Xo'p, 6 6 ga 7 13, 13 ga 5 18. 8 ni yozamiz. 1 dilda. 2 ga 2 ni qo'shsak 4, 4 ga 3 ni qo'shsak 7, dildagi 1 bilan 8. Mana 1 litr. Mana juda ham oson topib oldik o'quvchilar. Demak, javob 880 litr suv ishlatilibdi. Demak, sug'orish uchun tomorqani hamda mevazorni, butazorni sug'orish uchun bizda umumiy bo'lib 880 litr suv ishlatilibdi ekan. Demak, o'quvchilar, bugungi uyga vazifalarni ham birgalikda bajarib oldik. Sizlarga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Keyingi darsga uchrashguncha xayr deb qolaman. Albatta, YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.